Men shu o'ylayman-da, mehmon kelishiga tayyorgarlik faqat bizda shunaqamikan deyman-da. Shu o'zi bir oy oldin ham kelib ketgan mehmon bo'ladimi? Hojidan kelayotganda kutib olasiz, bilasizlarmi? Trevoga olib hamma yo'lni yig'ishtir, tozala. Chet ellarda unaqa emas deb bo'laman. Kinolarda unaqa joyni ko'rmayman-da. Men to'g'risi haligi yig'ishtir bo'lib qolmaydi-da. Men ayam mehmonlarni sesdan keladi deb o'ylash kerak deyman. Chunki hamma yo'q mana 50 yil oldin yuvilmagan idishlar, derazalar, pollar. Men agar bitta o'zim qaysidir uyda yashasam, mehmon kelib, deraza qachon yuvilgan oxirgi marta desa, men qiziqchimisiz deyman. Shu ham savol. Yomg'irdan so'rang, qadam bilaman, men ashi biladi deyman. Eng qiziq bilasan, shunaqa narsalar bor. Mehmon kelsa yeydi deb qo'yadi. Mehmon kelsa yeydi, tegma deydi. Keyin mehmon kelib o'tirganda, "Oling o'g'lim, mollardan oling" deb qo'yadi dasturxonda narsa. Men aytardim, "Yo'q, mumkin emas, ayam mehmonlar yeydi" degan desam, ayam hazillashyapti deydi. Stol tagida o'zi oyog'imni sindirib bergan bo'ladi.